Barchalarga xayr sizlar bilan Kosmos kanali bugun videomizda sizlar bilan videoni playlistdan ko'rib turganlaringni bugun biz rus ya'ni Gaussni 1000 kubik qilishga harakat qilamiz. Xo'p, bizga hozir 56 kubik kerak bo'lib turibdi. Biz hozir 1000 kubik qilishga harakat qilamiz. Har doimgidek videomizni boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqtirishni unutmanglar. Qanunda biz videoni boshladik. Hop, bizning birinchi o'yinimiz. Hop, bu yerda Hop, bizda hozir 6 seriya pavet bor. Shuni kuydirmasak juda ham zo'r bo'lar edi va juda ham tez qilgan bo'lardik. Birinchi o'rindagi bankalarni olib olamiz va hop, sekingina kristallik qilib o'tlar ichida yurib 1000 kubik qilishimiz kerak. Jon yo'q. O kit sakrar va bu gaz. O optik. Bu yerda bizga kit sakrasa o'lib ketishimiz aniq. Shuning uchun kitni hech qanaqa oldimizga yaqinlashtirmasligimiz kerak. Hariko mayli olamiz. Ancha yaxshi bizga foyda beradi va kit bizga sakramasligi kerak deb turgan payti sakrab qoldi va o'ldirolmadi. Xo'p, yana bitta kit yo'la. Zato seriya paytimiz buzilmadi. 4-o'rin. Voy xarosh kit normalni ultasini ishlata olmadi, ko'rgan bo'lsanglar. Просто kitga W deb bosamiz. Damian mayli Damianni olib ketamiz va mayli. To'rtinchi o'yinimizga yetadi. Ha, bizda 6 seriya payt bordi, 7 bo'ldi va bizga 45 kubik kerak. Va hozir videomizda 35 ga kubikni urib qo'yamiz. Qani 2 kubik qoldi o'zi va 45 kubik qo'ygan jam bizga. Bola har doimda shu videomizga like bosinglar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarimizni o'tkazib olmaslik uchun qo'ng'iroqchani ham qo'yib qo'yinglar. Bu bizga juda ham katta foyda olib keladi va motivatsiya. Like bosinglar juda ham zo'r bo'ladi. Shuncha like bosinglar. Hop, yana banka olamiz. Hop. Kadzi kelyapti. Kadzini qochib faqat. Kadzi. Baksana hiç var mı itti? Tim tutmoqchimiz. Grif. Voy xarosh, grif otolmadi. Hop, 6 talik ichida o'lib ketsa ham hozir seriya pavetimiz buziladi. Bu va Trank bilan şey o'lib ketdi. Ha, 5 odam qoldi. Yo, brat, men. Ha, mash bosatdi hozir menga. Bildim-da. Mana endi 5-o'rin bilan kubik va 35.000 kubik bo'ldik. Va bizning 3-o'yinimiz, akalar. 3-o'yinimizda kimlar tushadi va tepadan paydo bo'ldik. Edgar, Ems, Jesse, Bull, Edgar, El Primo, Damien. Bu ko'pincha Damian yangi chiqqan Damianni bilan shu zonasini ko'pchilik Damian olyapti. Ma'lum endi. Damianning uchinchi personaj hozirgi kunga kelib Brawl bo'ldi. Najam nimani Brawl bo'ldi. Hozir Jon yo'q. Bunga tashlabmiz.
Mesela cüce aldım. Alt olan var. Power çıkartacağız. Orketan bu ana söylüyor. Öyle olur böyle. Bu tuttuğuna göre bunu yemek istemediğim herhalde onun olsun istedim. Çünkü tank personaj. Ve bir oda biz bir yamıda ve her cüce bunu uğradılar. Bu taraftan tasarladılar. Diğer ise okların içinden kaptırıldı. Bu yang personaj. Dan ushtur o'ldiradi. Uratiga ham bir pas kerak çünkü juda ham kuchli bo'lgan buni. Va bizda 26 kubik qoldi. Xolos. Shuni olsak, seriya pavet biz o'ynasak muhimi zo'r. Biz juda ham ishimiz juda tez bo'ladi. 1000 kubigimiz. Va bizning 4-o'yinimiz bo'lishi kerak, adashmasam. Va 4-o'yinimizga ham bol qo'yapmiz. Hop, juda pastda kimdir bor, biz ot tutmasa bo'ldi. Buni ses tepkilagan otsiga tutamiz. Lekin biz oldimizga kelmadi. Aynan ot ichiga otishimiz kerak. Bu voron 4.5 jon bilmadim, silas pastda. Hop, voronni otamiz. Qaytib bossak. Va voron pastda yuribdi. Va shu kommentariyaga yozib qo'yinglar, keyingi videomizda qaysi personajni 1000 kubik qilishimizni yozib qo'yinglar. Keyingi videoda shuni 1000 kubik qilishga harakat qilamiz. Yozib qo'yinglar. Bundan buyog'iga har kuni video chiqarishga harakat qilaman. Maksimal podpis berib tursanglar, har kunga video chiqaramiz. Gerçekten 5 odam turibdi, qotib qoldi. 5 odam turibdi bizda. Va 5 odamdan buya o'y xarosh, bu ekan. Va Morty. Xarosh. Bu seriya paydimiz bor, bizga juda katta yordam beradigan va bizga 13 kubik kerak bo'lyapti. 13 kubik olsak bizdan bir prestij, ya'ni jami 16 prestij bo'ladi. Bizda 2 prestijli bayesimiz bor, Bull va Edgar. Juda ham zo'r bayes bo'lgan uchun bizda ham 2 prestij qilib qo'yganman. Va bizning Poco bo'ladi. Otamiz, Poco'ni bankaga ketadi. Va ketishimiz mumkin. Hop, maksimal biz seriya pavetda ushlashimiz kerak va 13 kubik qoldi. Shoshilmasdan Karol. Otamiz ortadan qoldi va 5 to'dan bor. Va jannat kelyapti. Ben jannat otmayapti. Qo'lib topdim. Bu kechimiz yozgan oldi. Buning uchun bor bizda. Ikkinchi o'rinda olsak biz albatta bo'lamiz. Ketishimiz o'zimizga. İkinci o'rinda olsak Janet qo'lda olib ketamiz. Va to'pdan oldi, juda ham zo'r. 3 to'dan bo'lsa ham bo'yicha bo'lishimiz kerak-da. 3 to'dan bo'lsa ham bo'lishimiz kerak. To'pdan olib chiqyapmiz. Voy! Bizni
dedim, otib qo'ydi. 4-o'ringa bo'lmasa kerak va biz seriya pavidimiz ko'rasizlarmi? Seriya pavid ushlaganimizga bir prestij borlik va chiqamiz jigarlar. Biz buni uddaladik. Gavsda bir 1000 kubik. Bu juda ham zo'r. Bundan oldigan titul berdi bizga. Va bir prestij ga Ashrus, ya'ni Gauss. Bu 16 prestij mana to'pada ko'rgan masalan. Bu 2 prestijdan. Keyingi videomizda Piper qilishimiz mumkin yoki yozib qo'ysanglar, shuni harakat qilamiz jigarlar. Va 1 kubik bo'ldi va biz buni uddaladik va 35 k kubik ham shu yerda. Va 200 monet. Hop, jigarlar buni uddaladik va sizlarga hozir xayr deb qolaman. Keyingi videomizda uchrashguncha xayr. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Kosmos bo'ldi. Hammaga xayr.